أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazla inayetlerini bugün okumak olan dersimiz dalalet degen mevzuda körüstüş degendek uqturuş degendek manada lügat manisi. Ama bununki ıslahdaki mantıklılarınki ıslahdaki dalaletten manisi ve onun tarifini tevende tutuyoruz inşallah. Dalalet o deydi. Delle yedulludan çıkan dalalet. Bu dalalet degen körüstüş degen manada bu mastar simai deyildik hem bunu. Tarifu dalale. Dalaletin tarifi. Dalaletini tunuşturuş. Mesela. Dalaletu fil lugati mastarun simaiyun. Dalalet degen lugatta mastar simai deydi de bunu. Bu yılki mastar simai degen Araplardan algan boyunca kullandıgan. Ama bunu özümüz başka mastarninki vaznlarga qiyos qilib bunda qo'llanishga bo'lmaydigan qiyosiy emas demakchi. Bu sima ashula bu til egillari bu lug'at ahli qandoq qo'llangan bo'lsa shu bo'yicha qo'llanish simai degan o'zi. Bu qiyosiy vazndan chiqib ketganlar. Bunu faqatlikilam yod elib kallamiz saqlayverishga bo'ladi. Mal arablar bu kelimaninki mastarni mandaq qo'llanib ekan deyishga bo'ladi. Ammo buni uchun qiyos qilinmaydi. Qiyos qilishga bo'lmaydi. Shu vajdan buni mastar simai degan shu. الدلالة في اللغة مصدر سماعي وتطلق على الهداية والإرشاد يقال دله على الشيء إذا هداه إليه. Dalalet degan lügatta mastar simai degandek ve qo'llandi, ishiltildi bu dalaletni hidayet ve irshad qilib. Onun uchun yo'l ko'rsatib qo'yish va uni rahbarlik qilish degandek. Bu shuni ishiltildi. Dildu dallahu ala şeyde. Ko'rsatib qo'ydi o adam u palanını bir narsiga dil deganda. Kaçan izahadahu ile kaçan başlap koysa o adam o kişine o şeyi başlap koysa onu dellahu ala şey değildik. Demek bu dalalet diye muşandın ma'hoz muşandın elemğan demekçideydi. Hem bu mantıkilinin ki örp adet ki dalalet yani istilah manisi ma'adisa ve istilahan تطلق بالاشتراك على معنيين. Örp adette mantıkıyla ıslahida işletildi bu dalalet degen kelimeni iki managa ortakla işletildi. Birincisi كون الشيء الأول كون الشيء بحالة بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والمراد من الشيء الأول الدال ومن الثاني المدلول أي كون الضال بحيث يمكن أن يفهم منه المعنى سواء فهم بالفعل أو لم يفهم. Hem bu iki mananın birisi bir narsanın buluşu, bir narsanın bir haletde buluşu. Aş narsani bilishning o'zidan yeni bir narsani bilish lozim keladi. Buning o'zi dalolat deyildi ekan. Bu ikki dalolatdan birisi hamda. Maqsad birinchi narsadan dal, ya'ni bunda laf demakchi-da. Ikkinchidan madlul, ma'no demakchi-da. Ya'ni dalning bo'lishi. Bir joydagi mumkin bo'ldiki, u shu mumkin bo'ldiki, fahmi qilingan, tushunilgay
muş daldan bir mananı düşüngey. Demek dal lafz oldu yani. O nimiço medlul mana oldu. Meyle onu ameliyette nakşu aman düşünülsün ya ki düşünülmesin mananı. Düşünülsün, meyle düşünülmesin. Nimiço lafzdan mananı kılam bir nim kılgan bolsa, ukulgan bolsa. Onun üzerine dalalet değilken. Ma o biraz sel amarak göz karaş. Ee, ikinci manada, ikinci manası ve dalaletten ise, ikinci manası الثاني فهم أمر من أمر أي فهم مدلول من ضال أي فهم المعنى من الدال بالفعل سواء أكان الضال لفظا أم غيره. İkinci xil bu dalalatni mansimasi bir narsani yana bir narsani tushunish. Yani bir ma'noni bir lafzidan tushunish yoki madlulni daldan tushunish demakchi-da. Ey fahmu madlulni, madlulni daldan tushunish. Yani qandaqsi bir ma'noni tushunish daldan keyin lafzidan. عملية نقش وما تشنش بالفعل سواء كان الضال لفظا أم غيره ميل الضال لفظي olsun ya ki lafzı bulunsun. Bu bir dalaletten bu bir manisi deydi. İkinci mana kırtıldı diyene. İkinci manisi şu deydi. Ve min zâlike yumkinuke ma'rifatul farqi beynet ta'rifeyni. Fakat lahazda أن التعريف الأول لا يشترط فيه فهم المعنى من الضال بالفعل بخلاف الثاني فلا بد فيه من الفهم بالفعل فالتعريف الثاني أخص من الأول. Bunun sizge bu iki tarif arasını bir ayrış, bunu farklandırışını yoki farkını tunish mumkin deydi. Bunun mumkin bo'ldi sizga nima qilish, farqini tunish lozim bo'ladi, mumkin bo'ladi. Bu ikki tarif orasidagi. Masalan, mulohiz qildingiz sizda haqiqatan birinchi tarif uningda qanday qilinmaydi? Ma'noni, ya'ni madlulni demakchi. Ma'na degan madlulni minaddal. Ma'noni deganlikni o'zi madlulni daldan tushunish shart qilmaydi. Naq shu anda نقش meydanda düşünüş şart demez. Dedi yani sevaun puhime bil fi'li ev lem yufhem de. Meyli o pehme kılınsın onun meblulunu ya ki pehme kılınmasın. Bunu bir düşünceye erişersin ya ki düşünceye erişemezsin. Kanda kılıdı dese onun bir mananı kıllamla bir pehme kılış mümkün lan boğan bolsa dağıldı de. Evvel kısıda. Ee, İkincisini xilaf bilen. Bu ikincisi jo ameliyat şu amat bir pahmedi lazım, düşünüştü lazım. Onda koğan ikin ikinci tarif evvel kısın hasaraktır dedi. Evvel kısa mutlak pahme. Mutlak pahmul boğan bolsa dal boğan boğan. Meyli bil fiil pahme kılınsın kılmasın. Manada çoğudsa pahmi şart oldu da. Pahmu emrin min emrin de. Bir nersi, yen bir nersini düşünüş. Bunun qaraganda bu biraz dairəsizrək, kiçikroq oldu, taraq oldu. Sal xasaraq oldu. Bu ikinci tarif evvel kısmı sal xasaraq deyil. أقسامها تنقسم الضلالة إلى لفظية وغير لفظية واللفظية هي التي تستفاد من لفظ مخصوص وغير اللفظية هي ما ليست كذلك. Hem bu dalaletin türleri. Taksim tapıdı bu dalalet lafzıga ve gayri lafzıga. Lafzı degan nima? Siz xas qilingan bir lafzın paydalangan dalaletin o'zi dalalet lafzı bo'ladi deydi. Gayri lafzı degan o nima emas? Lafzıga o'xshash emas. Xo'sh. وكل منهما ثلاثة أقسام. Her biri o ikisinden
qaysidan lafziy va g'ayr lafziydan bo'lgan har biri uch qism bo'ladi. Aqliy, tabiiy, vadiy bo'ladi. Aqliy, vadiya, nima, dalat lafziya, aqliy bo'ladi, tabiiy bo'ladi, vadiy bo'ladi. Demak, lafzi aqliya, lafzi tabiiya, lafzi vadiya. غير لفظي عقلية غير لفظي تبعية غير لفظي وضعية مشنا هو مدو بير قسمنا همس جو altılı deydi. O kullu minhuma salasatu aksamin akliyetun ve tabiyyetun ve vadayyetun. Ya ki akliyetin, tabiyetin ve vadayyetin olsun bulurdu ya ki aksamdın bedeldir durup. Fetakunul aksamu izen sitteten bu vakıtta bu kısımlarımız altı kısım oldu deydi. Hiye o alt kısım temendikçe. El-evvelu el-lafziyetul akliyetu. Kedalaleti savtin dâhilel hücreti ala vücudi insanin ve savtul muazzini ala hayatihi. Birinci lafzi aqliya deganimiz qaysi desa bir ovozning uqtig'iga o'xshash bir uyning bir hujurning ichidagi bir ovozning uqtig'iga o'xshash bir insonning borlig'ini bir odam bir uyni ichi shundoq bir ovozni anglagan bo'lsa bu uyda odam bor ekan deganni nima deb bu aql orqali uqimizda bu bir lafz bo'lmasa lafziya chiqqan ovoz lafz. Ama bunu şu bir adamның bor ekanligini bir nimadan odamning borlig'ini aql orqali shu ovozni anglashdan bilamiz deydi. Va muazzinning ovozining uqtig'iga o'xshash u muazzinning hayot ekanligini, ammo odam yashab o'tibdi-da, o'lib ketmabdi deganni shu ovozga qarab bilamiz. Aqlimiz shuni hukm qiladi. İkinci vellafziyetu tabiiyetu kedalaleti teavvuhi alel elemi ve dalaleti dihki vel kahkahati alel sururi. İkinci xili lafziye tabiiye. Xuddi bir adamninki bir og'riq alamidan bir uxtatqanniki uxtig'iga o'xshash bir og'riqni taavvuh degancha bir alam chekkan, bir dard chekkan. Mesela deb bir uxtatqandan uxtig'iga o'xshash bir og'riqni, alamni. Va kulishninki va qahqaha bo'lmay qahqahlab kulib ketganlik, buni uxtig'iga o'xshash bir xursandlikni deydi. Buni lafziya, laf degan eg'izdan chiqqanligidan bir ovoz, bir xil tovush, bir xil nima, hammani lafziy bo'ladi masalan. Tabiiy deyishimiz buningki insonning tabiati shundaqligilamla bu odamniki deb yoki deb tovlab og'riq faryodidan chiqqan bu ovozning o'zi qarabliklam insonning tabian buningcha nima deb hukm qiladi aql bu odamdan beri og'riydi ekanda alam chekadi ekanda degan o'xshash masalan tabiiy deyish. Uchinchi واللفظية الوضعية كدلالة الأسد على الحيوان المفترس ودلالة الإنسان على الحيوان الناطق. Üçüncü olan dalalet, lafzının üçüncüsü lafz vaziyye. Yolvasının uxtuğuna oxşaş yırtqış hayvan. Əsəd desək beri bu hayvan muftaris uxturdu. İnsanın uxtuğuna oxşaş sözlügücü bir callıq ne? Hayvanlar uxtuğuna oxşaş mesela. Bu anim değildi o, lafziye, vaziyye değildi o deydi. İkinci kısmı yani bununki gayri lafzi olan bu üç kısım olgan bolgan. Akli, tabiiy, vaziyy olgan. Ama bu gayri lafzi akli qandaq desa الرابع وغير اللفظية العقلية كدلالة أثر القدم بالرمل مثلا على المؤثر وهو المار فيه ودلالة تغير العالم على حدوثه يعني دلالة غير لفظي عقلغ منسوب عقلن بوغان
Aqlli şunuğa hüküm kıladigan mesela gayrılabdi. Qadam izning uqtug'ini o'xshash bir qumliqdiki, uninggacha masalan shu iz qoldug'chi alal muassiri bir iz qoldug'chi bir odamning ashad biz iz qoldirib mengib o'tib ketganligini uqtug'ini o'xshash deydi. Qumliqdiki bir qadamninki izning uqtug'ini o'xshash muassirniki ashada bir mang'uchiniki asar qoldug'chini uqtug'ini o'xshash deydi. U asar qoldug'chi bo'lsa ash qumliqda bo'lsa o'tib ekan. وهو المار فيه وعالمның özgürüşçallığının uxtuğallığı mesela uxtuğallığı oxşaş ve dalaleti tegayyuril alemi ala hulusi. Alemnin özgürüşçen ikelliginin ki uxtuğuna oxşaş o alemnin ki hadis ikelligini deydi. Beşinci ve gayrul lafziyeti tebi'iyyeti kedalaleti صفرة الوجه على الخوف وحمرته على الحياء وغير لفظية تبعية onunki bunun beşinci kısım gayri lafzıya tabiiye. Yüzдің mesela sağırıp ketkenligini uqtuğun oxşaş qoq ketkenligini. Yine sizin qoq ketse yüzü sağırıp kete kaçma da hani. Ve o yüzдің kızdırıp ketkenligini uqtuğun oxşaş bir xil numus qıp qalğanligini, hicil olğanligini, ayaq qalğanligini. Altıncı, السادس وغير اللفظية الوضعية كدلالة إشارة المرور على السير أو عدمه وكدلالة العلم المصري على جمهورية مصر العربية والإشارة بالرأس إلى أسفل على معنى نعم وإلى أعلى على معنى لا. Altıncısı gayri lafzi, vadi ama. Qandaq desa bir qatnash belgisining uqtug'ini o'xshash yo'l ustidagi masalan minish jarayonida qatnash belgisining uqtug'ini o'xshash minish bo'lganligini yoki u minish bo'lmaydiganligini yeshil nima qizil sariq chiroqlarniki qatnash yo'lniki ba'zi taqoto nimada do'qmishlarda qatnash belgilarining uqtug'ini o'xshash deydi. Ve Mısır'ın bayrağının uqtug'ini o'xshash nemini esa Arab Mısır Arab Cumhuriyeti'nin mush davlatninki qad ko'tarib turayotganligini, mush davlatninki bayraq ekanligini uqtug'ini o'xshash deydi. Bularimiz g'ayri lafzi. Ve işaret qilgan o'xshash boshlan tavanga ishorat qilgan boshlan tavanga ishorat qilganning uqtug'ini o'xshash bo'ludi degan ma'noni va boshlanchi yuqoriga ishorat qilganninki uqtug'ini o'xshash yo'q bo'lmaydi degan ma'noni tavanga ishorat qilsin beshni bundoq besh lingvistlar tavanga bundoq bo'ludi degan beshi bundoq qilib besh yuqori bundoq bilsa bu bo'lmaydi degan ma'noni o'xshash ammo bu labz emas ana g'ayri lafziy. والمقصود بالبحث عند المناطق من هذه الأقسام كلها إنما هو الدلالة اللفظية الوضعية. Hem mantıqşünaslarının qarşıda şu altı kısmının hamısıdan bu nime bahs qo'ygan maqsad biz nemini izlaymiz? Qani izlab, qani chung tutishimiz kerakligini maqsad bahs qilishlan mush mantiqlarni qarshida mushu olti qismlarning hammasidan bahs qilishdan bo'lgan maqsad chuqur bo'lsa dalolat lafziya vad'iya. Mushu maqsad qolgan beshi o maqsad emas, maqsaddan sirtida bo'ladi. Biz asosan mushu ko'z tutmaymiz deydi. Xo'sh. أقسام الدلالة اللفظية الوضعية ama beşi hemsi bu ne buldu maksatın sırtı doldu hem de maksudun bizzat oğunu bu dalalet lafziye vad'iye digente ana şunu banaen bu dalalet lafziye vad'iyeninki bu bir neçik taksimda birkende bunun kısımları aksamud dalaletil lafziyetil vad'iyeti قال صاحب السلم
Dalaletul lafzi ala ma vafakah yad'unaha dalaletel mutabakah ve cüz'ihi tadammunen ve ma lazim fehve iltizamun en bi aklinil tuzim deydi. Dalalet bir lafzınınki uqtırışı, bir lafzınınki u labzcho u ma'noga uyg'un kelgan narsaga bo'lgan labzning dalolatini ular nima deb atadi dalolat mutabaqa deb chaqirdi yoki shuna deb ataydi shuna deb chaqirdi deydi dalalatul lafzi ala ma vafaqa bir labzining uqtirishi nimani desa bir ma'noniki ala ma ya'ni bir ma'no demakchi madan murod ma'no bir ma'noni uqtirishiki vafaqa yani tabaqa degandek uygun keladi u labz u ma'noga labz u ma'noga bat barabar uygun kelsa mushkil labzning dalolatini yad'unaha ataydi u mantiqiy yo'llar u dalolatni dalolatul mutabaqa deb ma'no lafz ma'noga yuz to'g'ri uygun kelgan dalolat bu labz ma'nodan eshitmi ketmadi yoki kamlab qolmadi labz ma'noga bat barobar degandek dalolat mutobiqa deb ataydi deydi endi va juz'ihi tadammunan degani yana bu nagatbi va juz'ihi ala ma vafaqa ala ma gatbi va juz'ihi degan ala ma dalolat lafzi ala ma degan ma gatbi yani o labzning dalolati demak buni dalolatul lafzi ala cüz'ihi demek. Bizden bir uqtırışı aş ma'nanın bir parçasını ma'nani hamma so'qtirib qolib qolsa dalolat mutobiq o'qib qiladi uning parchasi o'qitigan bo'lsa yadunaha tadammunan demak bir labzni uqtirishi u ma'naning bir parchasini uqtirishi ataydi chaqiradi bu mantiqiy yo'llar u xil dalolatni tadammun deb chaqiradi yoki tadammun deb ataydi deydi وما لزم yani o dalalatul lafzı ala ma lazima demekçi de onu. O yani lafzınınki uqtırışı bir mananınki lazım geldi. O mana o mahiyetin hariç ama o mahiyetin özü lazım. Yani lazım kelgen mananı uqtırıptı. Ama o mana şu mahiyetin içi de mod, mahiyetin içi demez. Mahiyetin sırt o. Ama şu mahiyetin özü gerek. O ne? Nimde deyse pahuva iltizamın. O mana olsa o iltizamdır. Yani demek onu iltizam dalalet bil iltizam da patedeydi. İn bi aklin pahuva iltizamın in bi aklin iltuzim. Eğer akıllen lazım tutulsa aşınıza oylap boğuça, şundak adam da boğuça ya ki مثلا insan desek onun da kabil ilmi ve sanatlı kitabe diyen lazım tutalsa mesela o kabil ilim ve sanatlı kitabe digendek husulul ilm husulul dirasa digendek olan da mesela bu bir insanın ki lazım mense şu insanın şunda oylagan amatlam akıldı ço derhal şu mana zihnimiz lazım kilodu in bi aqdinil tuzim gene şu eğer akılla lazım tutulsa haric demez eğer akılda ondan başka mesela medrese deb bo'g'cha medrese degandan buningda ustoz bo'ladigan ya o'quvchilar bo'ladi uningda masalan o'rindiq jo'z baldingdek narsa bo'ladi do'st bo'ladi degan gaplarimiz nima bizni aqlimizga darhol yugurib keladi bo'lmasa ustozning bo'lishi ilm maktab mudirining bo'lishi u bo'lishi u maktabniki bu madrasaniki moyitidiki moyitni ichida emas bu ustoz u nima o'quvchi o'qituvchi bo'lishi u mohiyatdan xorij narsa bo'lmasa u madrasa degan maktab moyitidan xorij ammo shu ustoz ilm mudiri o'quvchi o'qituvchi u bu deyg'onlarning darhol zehnimizga aqlan kelishi o nimede o lazım geldi ki aklımız lazım geldi derhal deydi. O mahiyetten içi mi? Yok o mahiyetten içi demez. Medresenin içi demez. Mahiyetten hariç ama mahiyetten uzunca aklan lazım geldi. Onun uzunca patladı o, iltizam da patladı o deydi. Demek labzdan dalaltı o labzi o managa tuluk uygun gelse
%100 muvofiq kelsa, ortiq mukammaldir, kam bo'lib qolmabdi, dalolat mutabaqa deydi ekamiz. U lafz ma'noning bir parchasi uqtiribdi. Masalan, daraxtga chiqdi degan bo'lsa, daraxtningki bir hamma shoxlariga chiqmaydi. Ma'lum ya bir ikki shoxlariga chiqdi. Masalan, bir odam bir o'rik yigil chiqibdi, ya uzum yigil chiqibdi, ya olmnashib yigil chiqibdi. Masalan, bir daraxtga chiqqan bo'lsa, shoxning hammasi o'lash chiqmaydi. Bir ikkisi chiqdi. Masalan, unuzcu bu uzun nimasi uqtudi, bu bir ma'noning parchasi uqtudi. Buni tazamunda patıldı. Zihinde lazım keladigan, ammo mohiyatdan xorij, mohiyatning o'zi zihinde lazım keladigan iltizomda patıldı deydi. Xo'sh, ad-dalalatul lafziyatul wad'iyyatu hiya kawnul lafzi bi halatin wa sifatin بحيث إذا أطلق فهم منه معناه للعلم بوضعه. Dalat lafzı vadığı degan o nimaz, o bir lafzning bo'lishi, bir holat bilan bo'lishi va bir sifat bilan bo'lishi. Qachon uni shundoq ishlatilsa, mutlaq qilinsa, uningdancho o lafziningki ma'nosini tushunishga bo'ladi, tushunishga bo'ladi. O lafzinki nimini ma'nosini qil bo'ladi, fahma qilindi. O lafzning vazifasini, o lafzni quyishlarliklam quyishqa nima bo'lganligini qo'yganlikni bilganlikni jahtidan o lafzning ma'nosini shu fahma qilindi. Qachon ishlatilsa, mutlaq qilinsa, bu dalolat lafziya vod etgan mushundoq bo'ladi deydi. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: مطابقية وتضمنية والتزامية. وتقسيم تبدو الدلالات لفظية وضعية üç قسمها: مطابقية، تضمنية، والتزامية. مطابقة وسميلي مطابقية وتضمنية والتزامية وسا أقسام بدل. مطابقية وتضمنية والتزامية olsa bu mef'ulun bih, yani a'ni mutabakiyeten ve tadammuniyeten ve iltizamiyeten diyen burada a'nininki fil failinki mef'ulun bihse şu fil fail an mahzub da bu vakitte mutabakiyeten olanda. Mutabakiyetun olsa umuduruz. Mutabakiyetun ve tadammuniyetun ve iltizamiyetun. مثلا أحدها مطابقية وثانيها أحدهم مطابقية وثانيهم تضمنية وثالثهم إلزامية demek وقت مبتدأ محسوب خبري وغمض üç şey Arap'tan kaç olsun. ووجه الحصر في هذه القسمة أن اللفظ إن دل على تمام المعنى الذي وضع له فهي المطابقية أو التطابقية، وإن دل على جزء المعنى الموضوع له فهي التضمنية، وإن دل على أمر خارج عن معناه لازم له فهي الالتزامية. فأقسامها ثلاثة بحسب العقل. Hem de şu kısımdaki bu hasırın vecihisi. Bu dalalat lafzı vazini üçkülü çeklep koyduk. Bu kısımdaki, şu üçüncü kısımdaki dalalat lafzı vazı degan kısımdaki hasırın vecihisi, bu üçkü çeklep kalıştın ki, üçkü solunup kalıştın vecihisi neyme edilse, müş tötüp kalmadı, müş ışkıp kalmadı edilse, eğer bir lafz, çokum bir lafz, ennel lafba, çokum bir lafz, eğer o nimine uqtusa aş lafz, bir ma'noni hammani uqtiribdi ki qo'yilganda u lafzini u ma'noga ining uchun qo'yilgan u ma'no uchun qo'yilgan ma'noning hammasini uqtirgan bo'lsa u lafz o'zi mutabaqa yoki tatabbuqiyya bunday qilgan bo'ladi. Agar hammani uqtirmay, agar uqtirgan bo'lsa shu lafz ening uchun qo'yilgan bir ma'noni bir parchasini qilgan bo'lsa tadammuniya bo'ladi. Tazammun o'z qo'yni qilish, o'zicha elish degandekda ma'nosi. Va agar uqtirgan bo'lsa shu lafz hamda
Onun ma'nosi labzning ma'nosidan sirt bir narsa uqtiribdi. Labzning ma'nosining sirtida uqtiribdi. Ammo u ma'noga shu lozim ekan. Ma'nosidan xorij, ammo uning lozim. Bunda xomisi iltizomiy ya deydi. Shu sababli buning qismi aql hisob bilan aytganda Allah, şu kısmı kaldı. Üçkü bilindi o değil. الدلالة المطابقية دلالة مطابقية هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له من حيث إنه تمام معناه كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق ودلالة المثلث على السطح المستوى المحاط بثلاثة خطوط متقاطعة ودلالة الفرس على الحيوان الساحل ودلالة الأسد على الحيوان المفترس يعني دلالة مطابقية يعني قايسة صبر لفظن اخترشي bir ma'nanın hammasini tamamını uqtirishi ki quyilgan to lafzni u ma'no uchun bir jihatdanki u ma'no u lafz bir min haysu innahu bir jihatdanki u ma'no u lafzning ma'nosining hammasi yani to'g'ri u lafz ma'nodan ortiq emas kam emas lafz ma'noda ish qilmaydi kamlab qolmaydi ma'no lafzdan ortiq kam emas mushunaqa bo'lgan bo'lsa masalan insonniki uqtig'ini o'xshash hayvonotni inson desak hayvonot jonliq nimalar so'zlaydigan bir maxluq degandek inson desak hammani uqtirdi mayli qaysi qit'adan bo'lsin mayli qaysi ranglik bo'lsin qaysi aqidadagi bo'lsin inson desak hammani uqtirdi hayvon manatiqni uqtirdi mana o'xshash ushbulug'ni o'xshagan ushbulug' desak ushbulug'niki dalatul musallas ushbulug'ning uqtig'ini o'xshash bir nimani tüp-tüz üç kesilgan üç mundaq bir sızılgan üç xatlik nimalan üç xatlar bilan qo'rshalgan tüp-tüz mundaq bir nimani uqtig'ini o'xshashlaydi bir siziqchada uqtig'ini o'xshash va otning uqtig'ini o'xshash kishniguvchi hayvon sahil yani kishnaydigan bir xil ot bir xil ovoz qiladi ya kishnaydigan atның uqtig'ini o'xshash bir kishniguvchi hayvonni o'xshash yo'lbosning uqtig'iga o'xshash yirtqich hayvonni mana shularni hammasi javob desa bu dalolat mutabaqa bu lafz ma'nosini hammani uqtirdi hech bir yerni qoldirmaydi deydi ومعنى مطابقة موافقة اللفظ والمعنى أي تمام المعنى يعني مطابقة deganning ma'nosi lafza va ma'noning muvofiq kelishi deydi lafzning va ma'noning muvofiq kelishi ya'ni ma'noning hammasi demakchi deydi tadammunga o'xshash emas parsida uqtirib qolgan emas lafz ma'noning hammasini uqtirdi buni o'zi mutabiqning ma'nosi shu mutabiq deb ataldi deydi ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له كدلالة المعهد على أحد فصوله والشجرة على غصن منها والمثلث على أحد أضلائه والحيوان على الإنسان الذي هو جزء منه dalal tadammun yani mesela bir lafzını uqtirishi bir ma'noninki parsi ki qo'yilgandi u lafzini u ma'no uchun qo'yilgandi ash ma'noni bir parsini uqtirganlikni o'zi nima dalal tadammun deyildi deydi masalan mahatni uqtirgan degandek to'liq o'ttira degan mahat deganning uqtig'ini o'xshash bir mahat bir sinfning ismi hamda bir to'liq o'ttira maktab degandek bir maktabniki o'qituvchiga o'xshash u maktabniki to'liq o'rta maktabdan o'qituvchiga o'xshash uning sinflarining birisini masalan bu yerda man mahatga bordim deb maktabga bordim desa u maktabning hammasiga to'liq o'rta maktab deganlikni o'zi bir sinf bilan cheklanmaydida uni necha sinf necha koridor necha nim bo'ladi o'rinlar masalan uning hammasiga berish lozim emas birda birisiga
bağan bolsa maat badim diyelikimizi yeterlik. Bay maat diyen labzdan okuduğuna okşaş. Onun sınıflarının birisini. Hemmisi okutup etmeydi. Hemmisi mutabık okup kalır. Ve darak diyen kelimenin labzdan okuduğuna okşaş. Onundan buğan o darakның buğan bir şekhini okuduğuna okşaş. Darak sen bu ne şahlı da mesela bir şahlı şeklenmeydi o. Üç bulun okşaş, üç bulununki okuduğuna okşaş, musallasın okuduğuna okşaş. Onun kelika etraflarının nimisine üç sızıkların sızıldı ya, o üç sızıkınki birisini okuduğuna okşaş. Hayvan okuduğuna okşaş, insan ki, o insan nimite hayvan okuduğuna okşaş bir insan ki, o hayvan nimite o insandan o hayvan okşaş bir hayvanın oktuğuna okşaş bir insan ne ki o insan o hayvanın bir cüz'üydü yani. İnsan hayvanın bir parçaydı yani. Bunu uzun dalal tadammunda patladı o deydi. Ve ma'na tadammu ve ma'na tadammunun ey ennel ma'na kad tadammana cüz'ehul lezi dalla aleyh. Tadammana diyelikinin manası yine çokum ma'na öz koynu kaldı. Öz işi kaldı. Eni uqtuğan çokum bir mana ki öz çıkaldı o mana o özün bir parçası öz çıkaldı dedi. Mana adam mana diyenin manası çokum bir mana öz kaydı kaldı özün parçası ne? Özün içinde bağıtı bağımsa özün içinde bağ bir neçe parçalar oldu. Şunun bir parçası öz çıkaldı ki eni uqtuğan biz uqturgan şu özünki bir partisi öz çıkaldı. Bunu özünde patladı o da tazamında patladı o da. Dalalatul iltizami hiye dalalatul lafzı ala emrin haricin anhu lazimin limanahu zihnen kedalalatul arba'ati ala zavciyeti والجسم على أخذ قدر من الفراغ وهو التحيز والنار على الحرارة ومعنى الإلزامية أن المعنى قد استلزم ذلك الأمر الخارج عنه. Dalalet ilzam degan nima bo'lsa, u bir labzining uqtirushidir. Labzining dalolat qilishidir. U labzdan sirtqi bir narsa uqtiruvchidir. Labzdan chiqmaydi, labzning ma'nosi emas bo'lsa, o'qitilgan narsa. Ammo u labzning ma'nosi uchunchu zehnan keraklik lozim. Shundoq u labzning ma'nosini o'ylab boqsa, darhol shu narsa qalbimiz yugurib keladi. Masalan, asad deb, yo'lbars deb boqsa, shijoatlik lozim keladi. Toshqon deb to'q, uning qo'rqonchoqligi lozim keladi. U narsa bo'lmasa, bu shijoat Cüben degan bu botirlik, qo'rqmaslik, qo'rqanchiq degan gap u nimniki mohiyatning ichida emas bo'lsa, mohiyatning sirtida, ammo mohiyatimiz kerak. Zehnan lozim deydi. To'rtning o'qitug'iga o'xshash zavjiyatni, ya'ni bir tog' to'rt degan sonninki o'qitug'iga o'xshash bu bir jupdan tarkib topgan sanka ikkidan degandek. Va jismni o'qitug'iga o'xshash bir nimidancho bir bo'shliqdan bo'lgan ma'lum bir miqdornichu elib olganlikni o'xshash bir jism masalan bir kompyuter desak ma'lum bir bo'sh o'rinni ishg'ol qiladida ashada turadigan gap masalan bir mashina desak shu ma'lum bir miqdorni bo'sh yani bundoq ishg'ol shuni kashal qiladigan gap jism deb bo'g'icha qanday bir jism shunaqani bu nima qiladi shuni egallab oladi. O nime dese ve huve ettehayyüz. O boşluk, o nimeti bir farag ve huve tehayyüz, o bir boşluktu. Boşluk bir yani, ma'lum miqdarını el bağlılık mı? Ne uqtuğan oxşaş, cisimde boğucu. Otның uqtuğan oxşaş bir kızlık ne? Ot da boğucu. Bu köydürduğan bir narsa degen oxşaş, ısık bir narsa degendek uqturduğan. Zehnen derhal bu lazım kilo doğru. İltizamiyetning ma'nosi cho'qim ma'na. Şu ma'nodan sirtqi bir ishni uqtirgan lozim tutdi demakchi deydi. Shu vajdan shu lozim tutganlikni ko'zda tutib iltizom
deb atilishi deydi. Xo'sh. Hem dalalet demek ikki qism bo'lganligini yuqorida biz o'tib qisqa tafsilga o'qib keldik. Tushunch berib keldik. Dalalet lafziy bo'ladi, g'ayri lafziy bo'ladi. Lafziya aqliy bo'ladi, tabiiy bo'ladi. Ya'ni lafziya aqliya, lafziya tabiiy, lafziya vod'iya bo'ladi. Bu lafziya aqliya bo'lgandan qaysi desa masalan kadalalati kalam shaxs ala annahu hayyun bir odamniki bir gap qilganligini uqtirish chuqur odam hayotgan bir odam bir yerdan telefon qilgan bo'lsa ovozini anglab odam yashayotibdi deymizda o'xshash. Lafzı tabiiye deb bir alam chekkan urg'anlik bir lafzni uqtirish shu odamdan bir yerni og'irayotganligini. Bu lafziki tabiiy. Lafzı vaziyye asad diyenler bizimki hayvanın tarısı noktadan okşaş değil. Hoş. Ama gayri lafziyye. Bu lafziyyenin mukabıladaki gayri lafziyye. Bu gayri lafziyye akliye, gayri lafziyye tabiiye, gayri lafziyye vaziyye olmakçıdır. Gayri lafziyye akli degende mesela bir izdinki, bir iz kaldırıcı. Yukarıda bitkendik. Bir izdinki, bir kumluk üstüdeki, bir iz kaldırıcınki Kutunuşuş. İznin kutunuşuş bir iz kaldırıcı. Akliye oldu. Gayri lafzı akli. Gayri lafzı tabiiy degan bir adamın yüzünün kızdırıp ketkenliginin kutunuşuş bir adamdan hicilip, tatınıp kalganligini kutunuşuş. Gayri lafzı vazı degan joyda bir katnaş belgelerinin kutunuşuş. Minishki buludu, yoki minishki bo'lmaydi degan nuqtaga o'xshash deydi. Bu gayri lafzı vazı yeri. En bundan lafzı vad'i deganni biz nima qildik? Lafzı vad'i shu maqsadga yetdik. Dalalat lafziya, vad'iya bu olti turdir. Shu birisi maqsad, shu birisi kerak bizga qolgan beshining keragi yo'q deb. Xo'sh, am shu lafzı lafziya, vad'iya bu uch qism bo'lgan bo'ldi. Mutabaqa, dalalat lafziya, vad'iya mutabaqa, dalalat lafziya, vad'iya tadammuniya, dalalat lafziya, vad'iya iltizamiya. Mutabaqa degan qaysi lafzning uqtirganligi o bir ma'noning hammasiniki quyildi u labzini u ma'no uchun. Labzini u ma'no quyilgan. Ash ma'noning hammasi uqtirgan bo'lsa mutabaqa deydi. Uyning uqtirgan o'xshash tam to'g'ris hammasini va baqil ajza كدلالة البيت على السقف والجدار وباقي الأجزاء شكرا وبودنتات هم نقطة مصر بودنما دلالة مطابقة موضوع دلالة تضمنية دلالة اللفظ على جزء معناه كدلالة البيت على الجدار فقط أو على دلالة الأصبع على طرفه دلالة لفظية دegen onun ma'nosini bir parçasini uqtirganlik. Tadammuniya degan joy labzni uqtirishdir, uning ma'nosini bir parchasini bir o'yini uqtirgan o'xshash bir tamni uqtiribdi. Turusni uqtirmabdi. Turus ona qatar zimnan bor. Ama o turus bo'lmasa uni o'ydigil olmaydi uni. Zimnan shu uqtirdi degan tadamuni uqtirdi. Gerçi o nima qilgan bo'lsa-mu. Mutabaqani uqtirmagan bo'lsa-mu, tadammunan o turusni o'z qo'yniga oladi bo'lsa. Ispaning o'qituvini o'xshash, o ispaning atroflarini barmoq degan bo'lsa, barmoqning zodi hammasiliklar uchidan shu nimagacha kapkichik ariqda olgan hammasi ispa bo'ladi-da buniki. Oldi keyni tarpi, yon tarpi hammasi ispa. İltizamiye degan so'z dalalatul lafzi على شيء خارج عن معناه لكنه ملازم له كدلالة اللفظ الثلاثة على الفردية دلالة لفظية التزام ekan bir lafzni uqtirishi o lafzning ma'nosini sirt binasi uqtirishi lekin u sirt olgan bilan u ashuni zodi yondashib turadigan ashun lozim u deydi xuddi uch degan lafzni uqtirgan o'xshash Pardiyetni, bu cüpsanken, nima tağsanken bu cüpemezken degan darhol qalbimizga yugurib keladi da undan arilanmaydi, shunga lozim. Ama o pardiyet şunun mahiyetinden uzak, xarij o.
Bunun dalalet iltizamiye değil, doğru değil dalalet. Mutabaka dalalet lafziye, vad'iye, iltizamiye değil. O hoş. Ha, tamam. Böyle işkim yok. Şöyle kolaylık. Ve ahiru davana. Elhamdülillahi Rabbil alemin.